الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aziz qarindoshlarimiz, biz yana sira haqida so'z qilmoqchi bo'lyapmiz. Bugun bo'lsa Payg'ambar alayhisolatu vasallam Halima Sa'diyaning yeniga borgandan keyin qanday o'zgarishlar bo'lgan va undan keyin chiqadigan bu o'zgarishlardan chiqadigan dars va ibratlar haqida so'zlab o'tamiz. Undan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallamning cho'ng dadasi Abdul Muttalib vafot qilgandan keyin tog'asi Abu Talibga berilganligi haqida va Abu Talibningki uyida qandaq ishlarni qilganligi, qandaq sarguzashtlarni o'tkazganligi to'g'risida biz so'zlab o'tamiz inshaalloh. Hammamizga ma'lumki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Halima onamizning uyiga borgandan keyin Halimaning oilasi ichida cho'nqur o'zgarishlar maydonga keldi. Birinchisi bo'lsa Halima onamizning Payg'ambar alayhisolatu vasallamni alishdan burungi holida o'zining bolasini emdig'ichidek süt yo'qdi. Chunki Halima Sa'di radhiyallohu anha shundoq kambag'al, bechora bir oilada bo'lgan edi. Shuning uchun kambag'al oilada bo'lganligi uchun yigili ichkili bir narsa yo'q. Quvvatli yemaganligi uchun uning ko'ksida süt yo'q edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Halima Sa'diyaga kelgandan keyin uning ko'ksiga süt paydo bo'ldi. Undan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'yaga berishdan burun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning emildishi bo'lgan qarindishi Halimaning bolasi to'la avar qilatdi, to'la yig'laydi. Halima Sa'diyani kechalari bir aram qilatdi, uxlatmaydi. Chunki onasida sut bo'lmaganligi uchun qo'shqi to'ymaydi va shuning bilan Halima Sa'diya va oilasini bir aram qilatdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam borgandan keyin Halima Sa'diyaning ko'ksiga sut paydo bo'ldi va uning o'g'limi onasini va oilasini bir aram qilishdan to'xtadi. Chunki ko'ngli bir aram topdi. Uchinchisi bo'lsa Halima Sa'diyaninki mollari, qo'ylari, ashkulari Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'yaga berishdan burun nihoyat uruq o'lab qoladigandek shundoq ojiz edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam borgandan keyin qo'ylarga sut paydo bo'lib, semirib Halima Sa'diya radhiyallohu anhani nihoyat xushal va baxtli qildi. To'rtinchisi bo'lsa Payg'ambar alayhisolatu vasallam Halima Sa'diyaga borgandan keyin Halima Sa'diyaning uyining atrofida nihoyat yeşillikka büründü. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'yaga berishdan burun Halima Sa'diyaninki uyi va atrofi nihoyat quruqlik, cho'l bir makon edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam borgandan keyin bu yerlarda nihoyat o'simliklar yashillik boshladi va atrof yeşillikka aylandi. Va buning bilan
Halime'ninki qo'ylarimi nihoyatda semirib yaxshi holatga yetdi. Bular nima uchun? Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu yerga borgandiki bu hadislar bo'ldi. Bu hadislar nima uchun bo'lgan va bu yoki buning hikmati nima desak, buning bir qancha hikmati bor. Birinchisi bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Sayyida, ya'ni Halima Sa'diya radhiyallohu anhaga barakat ilib kelganligi. Va bu bo'lsa Payg'ambar alayhisolatu vasallamning kichik vaqtidan tortib payg'ambarlik bilan bishorat qilinganligining bir alomati ekanligi. Ikkinchisi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam u yerga borgandan keyin Halima Sa'diyaga barakat olib kelgandan keyin, oilasiga barakat olib kelgandan keyin uningdan boshqa bir natija maydon keldi-ki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamni u oila nihoyatda ko'ngildan, qalbidan yaxshi ko'radigan bo'ldi. Agarda Payg'ambar alayhisolatu vasallamda bundaq barakat bo'lmagan bo'lsa, Halima Sa'diyaning ko'ksiga sut paydo bo'lmagan bo'lsa va hayvonlari, mollari yaxshi darajaga yetmagan bo'lsa-da, balki de Payg'ambar alayhisolatu vasallamni bu darajada yaxshi ko'rmagan bo'lardi. Bu Alloh subhanahu va taolaning Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bergan ne'mati edi. Va shuning bilan bu ne'matdan Halima Sa'diya radhiyallohu anha bahramand bo'ldi. Üçüncü qilib oladigan darsimiz shuki bundan. Biz başta deb aytganimizdek Halima Sa'diya radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallamni beqivalashga elishdan burun shundaq kulfat ichida, bechoralik ichida edi va hatto Payg'ambar alayhisolatu vasallamni elishqimi ko'ngli rozi bo'lmagan. Ammo Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zining himoyasiga olgandan keyin bu voqealar maydonga kelgandan keyin Halima Sa'diya radhiyallohu anha nihoyatda xushal bo'lib ketdi va bu shuni ko'rsatdiki, bir musulmon Alloh subhanahu va taolaning taqdiriga tan berishi lozim. Hech bir zaman bir musulmon o'tib ketgan ishlarga pushaymon qilmaslik lozim. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarga lav kalimasining go'yoki keşke monda qilgan bo'lsa monda bo'ladi deydigan monda lav kalimasini ishlatishni yaxshi ko'rmagan. Va lav kalimasini ishlatmanglar degan. Shuning uchun musulmonlar buni ibrat olib, o'zining burun qilgan ishlariga pushaymon qilmasdan, balki de kelgusida burun qilgan ishlaridan dars olib kelgusidagi ishlarini nihoyat yaxshi puxta olib berishga tirishish kerak. Halima Sa'diya radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'z himoyasiga olgandan keyin burunqi ishlarga pushaymon qilmasdan Alloh subhanahu va taolaning taqdiriga tan berib Payg'ambar alayhisolatu vasallamni oldi. To'rtinchidan, ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Halima Sa'diyaga nima uchun berildi deyilsa, ya'ni nima uchun arablar bu balalarini o'zining ota-onasining yanında, ota-onasining yanında saqlamasdan, balki de bularni yangi tug'ilgan buvoqlarni nima uchun cho'llarga yoki sahrolarga avatib, shu yerda cho'ng qilishga odatlangan deyilsa, chunki cho'l yoki sahro, yeza, qishloqlar inson tabiatiga eng uyg'un makonlardir. Sahroda bo'lgan inson oldi bilan quruq g'alvilardan yoki insonning qalbini dakkudik qiladigan behuda ovozlardan xalos bo'ladi. Va bu insonningki nihoyatda jasoratlik, shujoatlik bo'lishga yordamchi bo'ladi. Ikkinchidan, cho'l yoki yezi qishloqlarda yashagan inson, cho'ng bo'lgan insonlar o yerda pok havodan nafas oladi, tanaffus qiladi. Pok havodan tanaffus qilgan insonlarning jismoniy jihatdan jismi, badani nihoyatda sog'lom, kuchli bo'ladi. Ondan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam o yerga borgandan keyin
Allah subhanahu wa ta'alanınki kudretleri, azimetlere ve Allah subhanahu wa ta'alanınki mahlukatları hakkında fikir tadabbur kılış fırsatı ega buldu. 5-ci bolsa Peygamber aleyhissalatu vesselam o yerga borgandan keyin arab tilining pusat qismini yoki saf arabchani o'rganish fursatiga ega bo'ldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahabeleri, ya Resulullah, siz yani Arap zemininde sizden fasahatlik adamni ko'midik. Bu nima uchun degan vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam bunday degan. Ma yamna'uni wa ana min Quraysh wa urdi'tu min bani Sa'd. Nima uchun men fasahatlik bo'lmaydi ekanman? Çünkü albatta men fasahatlik bo'lishim kerak, chunki men Qurayshlikdan. Yani Arap zeminindeki en fasahatlik kavm veya ki en fasahatlik kabile Kureyş kabilesiydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu Kureyş kabilesinin içinden boğan Haşim evladının dünyaya gelgen. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam ben Kureyş'ten degen. Ve urdiyatu min bani Sa'd ve Sa'd bani Sa'd ailesinden şunun süt emdim ben deydi. Çünkü Bani Sa'd bolsa şu Arapların içinde en fasahatlik insanlardan birisiydi. Yani Kureyşlikler Mekke'de şehirde bo'lgan bolsa, Yezida veya ki qishloqlarda bo'lgan insanlar özünün tilini en mükemmel saklap kaladigan insanlar şular. Hazırki zamanımızda mı? Yani bir milletinin en to'g'ri so'zlaydigan veya ki en to'g'ri tilini izleydigan bolsak, şu milletinin yezileriga veya ki sahralarga birip, şu milletninki içindeki tillerini araştırsak, şu sahralıklar veya ki şu kışlaklardaki yaşaydigan insanlar, şu milletinin en fasahatlik tilini sözlediğinlikini keşif kılalayımız. Çünkü şehir içinde dünyanın hem tarafından başka insanlar, başka milletler, başka kavimler kelganligi için o şehir ahalileri, o kavimlerden, o milletlerden, o insanlardan başka tillarni öğrenidi. Başka tillarni özünün tiliga kirgizidi ve özünün tilini belki de bozuk söyleydiğin halet giydi. Şunun için Araplar özününki yeni tug'ilgan balalarını şu sahralarga avatib, şu yerda cho'ng qilib, özünün tilini saqlab qolishga uringan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның Halime Sa'diyaning yeniga borgandan keyin bo'lgan ders ve yoki shundan oladigan ders ve ibratlar bo'lsa, bu ve bunun o'xshagan boshqa ibratlar bo'lishi mumkin. Endi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ningki anasının vafotiga kelamiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның anası 6 yaşında. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam 6 yaşında vefat bo'lgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ningki anası hemimiz bilginimizdek Amina idi. Amina bo'lsa özününki hammachilarini yo'qlash uchun Medine'ge borgan ve Medine'de bir qancha zaman turib, onun bilan Abdülmuttalib birga bordi. Bir qancha zaman turib, Abwa degan yerga kelgan vaqtida kasallik tutib, şu Abwa degan yani Mekke bilan Medine'ning o'rtasidagi bir joyda vafot bo'lgan. Amina vafot bo'lgandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning anasi vafot bo'lgandan keyin Araplarning adeti bo'yicha onu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni Abdülmuttalib cho'ng dadasi Abdülmuttalib öz himayesiga olgan. Abdülmuttalib bo'lsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni öz himayesiga elib Mekke'ge kelgandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni nihoyat bek yaxshi ko'radi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni boshqa o'g'illaridan mu nihoyat ustun ko'radi. Hadislarda rivoyat qilinishicha va yoki asarlarda rivoyat qilinishicha Peygamber aleyhissalatu vesselam uzoqdan yoki tallardan kirsa,
Abdülmuttalip özününki o'rnini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bo'shatib beradi. Agar bo'shatib berishga imkon bo'lmasa, o'zining kiyimini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ning ostiga solib beradi. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a shunday hurmat bildirdiki, o'zining o'g'illariga qilmagan hurmatni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam qiladi. Shuning uchun Abdülmuttalibninki o'g'illari, bolalari Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni favqulodda qizg'inatdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Abdülmuttalibdan yiroq qilishga tirishadi. Ammo Alloh subhanahu va taoloninki inoyati, Alloh subhanahu va taoloninki ne'mati bilan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Abdülmuttalibga yaxshi ko'rsatgan. Shuning bilan Abdülmuttalib bo'lsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni butun avlodlaridan, hamma bolalardan ustun ko'ratdi va uningga nihoyat yaqinlik muomala qiladi. Afsuski Abdülmuttalibmo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 8 yoshga kirgan vaqtida vafot bo'ldi. Ya'ni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kichik vaqtida, ya'ni tug'ilmasdan dadasidan ayrildi. Tug'ilib bo'lib bir qancha, ya'ni 6 yoshga kirgan vaqtida Amina, anasi Aminadan ayrildi. 8 yoshga kirgan vaqtida Abdülmuttalibdan ayrildi. Abdülmuttalib o'lgandan keyin vafot bo'lishdan burun o'zininki, ya'ni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki tag'isi Abu Talibga vasiyat qildi. Ya'ni men endi vafot bo'lgan bo'ldim, o'lib ketgan bo'ldim. Bu Muhammadni sen o'zingning himoyasiga olgin degandan keyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Abu Talib o'z himoyasiga olgan. U vaqtida Abbas radhiyallohu anhu kichik edi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ning tag'isi edi bu. Radhiyallohu anhu kichik bo'lganligi uchun Abdülmuttalib bo'lsa Abu Talibga himoyasini bergandi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam shundoq yetim holatda yashadi. Biz az ilgari degandek, ya'ni dadasidan tug'ilmasdan turib ayrildi. Anasidan 6 yoshda qolib qoldi. Abdülmuttalibmo 8 yoshida vafot bo'ldi. Undan keyin Abu Talibga o'tdi. Nima uchun bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam shunday yetim yashadi? Yetim holatda cho'ng bo'ldi. Allah subhanahu wa taala qodirki o'zining dadasini, onasini va yoki tog'alarini va o'zining hayot saqlab Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni shularning himoyasida, shularning oldida cho'ng qilishiga qodir albatta Allah subhanahu wa taala. Ammo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni yetim qo'ydi. Buning bir hikmati bo'lishi lozim. Nima uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam shunday yetimlik holatni yashadi desa, bunun bir qancha hikmeti va yoki bir qancha bundan chiqadigan bir qancha darslarimiz bor. Birinchisi bo'lsa, bu darslarimizdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki aka cho'ng bo'lmasligi. Hammamizga ma'lumki, bu aqla o'zining ota-onasi bo'lsa, ota-onalari voy balam, voy buvoqim, voy yigitim, o bu deb balllarını akilatadi. Akilatgandan keyin o balla o'zining ota-onasiga ishonch qilib, ba'zi bir bo'lmaydigan yoki bo'lmas ishlarni qilib chiqish imkoniyati bor. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Allah subhanahu wa taala yetim qilib qo'ydi. İkincisi bo'lsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki yetim qilishi, chunki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mal dunyoga berilib ketmaslik uchun. Agar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o'zining oilasi ichida yoki boy kishilarningki hovlisida, oilasida yashagan bo'lsa, shu yerda cho'ng bo'lgan bo'lsa, o ailelerning ichidagi mal dunyoga bo'lgan resmanligini ko'rib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu mal dunyoga resman bo'lib qilish mumkindir. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Allah subhanahu wa taala yetim holatda cho'ng bo'lsin uchun o'zininki ota-onasidan va tuqqanlardan ayirdi. Üçüncüsü bo'lsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki cahiliyet adetlerinden,
cahiliyet ideallardan, cahiliyet etikatlardan öz nefsiga bir narsa almaslık için veya ki şu adetlerden, şu etikatlardan, şu örflerden tesirlenmeslik için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki bir hadisi var. Kullu bani Adem'e yuladu alel fitra. Walakin abawahu yuhavidanihi ev yunassiranihi ev yumeccisanihi. Diyen hadisi var. Yani her kandak insan evladı hemmesi fitret üstüge tuğuludu. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın dini İslam'ın üstüge tuğuludu. Müslüman bulup tuğuludu. Ama onun için o ballarını, o evlatlarını, olanın atanısı ya Yahudi kılıdı, ya ki Hristiyan kılıdı, ya ki Mecusi veya ki başka türdeki insanlar kılıp yetildirdi degen. Şunun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belki de özünün atanısı da yaşayan bolsa, veya ki özününki tuqqanlarının arasında şundak haşemetlik yaşayan bolsaydı, belki de onun atanısı veya ki tuqqanları onunla bazı bir adetlerini, bazı bir etikatlarını, bazı bir fikirlerini onun kallısıga, menesiga uçuruşu mümkündü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şulardan təsirlenişi mümkündü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim kılışı ölen bu xil adetlerden, bu xil fikirlerden, bu xil ideyalardan saqlanıp qalgan boldu. Dördüncüsü bolsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki çoğ makamlarga veya ki üstün orunlarga ilgi buluş ümitmenmezligi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özü yetim bolgandan keyin, igi çakısız bolgandan keyin men üstün makamda bolsam boluptu. Menimki mekanım başkalarının üstün buluşu lazımdı. Mondak yerlerge yerleşsin buluptu, orunlaşsın buluptu deydiğin mondak bir ümidi yoktu. Bizden hazırki cemiyetimizde biz ailede yaşap köngen, oya ki tuqqanlarımız küçlük bolgan insanlarımız bolsa, şundak makamlarını ümit kılmaz. Şundak yerlerge kelişine, üstün vazifelerini orunduruşumuz ne? İnsanların üstünün hürmetige sazavar buluşumuz ne? Ümit kılmaz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim bolganlık için, igi çakışsız bolganlık için, menimki takdirim muş iken, men Allah'ın bəginine qanaat qılıp moşunda yaxşayma degan moşunda ideya deydi. Hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki Araplarning üstüde çoğulaş, olanınki katsulaş veya ki olanın lider olaş, mondak bir ümidi, mondak ideyası, mondak bir fikri yok idi. Beşincisi bolsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki kalbinin nihayeti yumuşak buluşu. Yetim insan elbette yetim bolmagan insanlardan farklılık buludu. Hemme insanınki onunla hor kürüşü, insanların onunla ehmiyet vermesliki, insanların onu adam katarını körmesliki oxşagan mondak hadisler yetimlerde buludu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim bolgandan keyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu yetimlik jarayonida nihayeti qattiq japa ve aziyatlarni ko'rgan. Yo'qsul cho'ng bolgan, başkalarının berishiga, başkalarının qo'liga qarab cho'ng bolganligi uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki qalbida başkalarga qarta nihayeti yumshaqlik maydonga kelgan. Günümüzde mi yetim bolgan insanlar veya ki yetim çoğun bolgan insanlar elbette yetimlerinin ahvalını en yaxşı biladi. Yetim bolmagan, ailesinin içinde çoğun bolgan, ailesinden ayrılmagan, şularning pervişide, şularning yetekçilikide çoğun bolgan, adam bolgan insanlar bolsa, yetimlik haletini yetim bolmagan insanlardan pek bilish mümkün emas. Şunun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim bulup özünün kalbi nihayeti başkalarga rahim şefkat bilen tolgan, yani inç bilen tolgan,
bir qalbga ega edi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Beşincisi bo'lsa, ya altıncısı bo'lsa, mas'uliyat egasi bo'lish. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim çoğun buluşununki yeni bir sebebi olsa, yani mas'uliyetini tunuş. Ailesinin içinde çoğun boğan, şularının perverişide adam boğan insanlar olsa, mana anam kıpırdığı, mana dadam kıpırdığı, mana qatağa palanıqa tayansam şunun bilan hal bo'lib ketadigan deydigan mondaq ideya mavjud bo'ladi. Özünün mas'uliyetidan qachish maydoniga keladi. Ama yetim boğan, igichaqisiz bo'lgan insonlar bo'lsa, bolalar bo'lsa, bular hamma narsani o'zining qilishi lozim ekanligini, o'zining ninni o'zi yeb cho'ng bo'lishi lozim ekanligini buni biladi. O'zining mas'uliyatini tunuydi. O'zining vazifasini ado qiladi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның yetim bo'lishi o'zining mas'uliyatini tunib, mas'uliyatini ado qiladigan, vazifasini to'liq ijro qiladigan kishi bo'lsin uchun edi. Altıncısı bo'lsa, yettincisi bo'lsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki qalbininki qasvatdan va yoki qattiqlikdan xalos bo'lishi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim bo'lganligi uchun boshqalarga nihoyatda rahim shafqat bilan qaraydigan bo'lgan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki bo'lgan rifqat, shafqat va mehri, muhabbat bo'lsa, hech qanday insonda topilmaydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetim bo'lganligi uchun boshqalarning rahim shafqat qilishiga, mehr shafqat qilishiga va ularga uningga ko'ngil bilishiga muhtoj bo'lganligi uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buning ne kadar muhim ekanligini bilib yetgan va shuning bilan qalbiga mehr shafqat o'rnagan, qalbi qattiqlikdan xalos bo'lgan. Yana 8-incisi bo'lsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ningki yo'g'onlik qilmasligi, mağrur bo'lmasligi, o'zini men demaslıqı, aileler içinde çoğun bo'lganlar va yoki qabilalarga mansub bo'lganlar, katta ailelerden kelgan insonlar, mana men palonning ailesidan, mening anam palona, dadam palona deb o'zining ailesi bilan, o'zininki ota-onasi bilan va shuning bilan g'ururlanadi. Boshqalarning ustidan kibrlanadi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da şundaq bir xislatlar meydana kelmasligi uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Allah Subhanahu wa Taala yetim holatda cho'ng qilgan. To'qqincisi bo'lsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Allah Subhanahu wa Taala'nın o'zi lam himayesi üstüge ilişi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anasından, dadasından, tuqqanlardan ayrışının ki ana sebebi veya ki asası sebebi olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ını hakikaten Allah Subhanahu wa Taala raya kılıp perviş kılışı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy kelgandan insanlar bunu dadası çoğun kılgan veya ki anasını munda ügünü algan, tuqqanları munda işlerini üretken degan munda sefsete gepler bo'lmaslik uchun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Allah Subhanahu wa Taala o'zi himayesiga gelip o'zi ko'ngil bilishi uchun bo'lganligi. 10-incisi bo'lsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның biz başta deganimizdek Allah Subhanahu wa Taala'nın başqa hech qanday mahluqqa sig'inmasligi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki anası yoki dadasi va yoki tuqqanlari bo'lgan bo'lsa, himoya qiladigan, shularga sig'inib qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Shularga sig'inish sharoiti maydonga keladi. Ammo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni Allah Subhanahu wa Taala yetim qo'yish bilan öz himayesinde çoğun kıldı ve öz himayesiga aldı ve şunun bilan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o
ata-anasından keladigan ba'zi bir ta'sirotlardan xalos bo'lib qoldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki yetim halatda çoğun bo'lishninki hikmetlere buladan çıkardıgan dersler bu kadar buluşu mümkün. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abu Talib'nin himayesiga o'tgandan keyin qanday ishlar bo'lgan? Bu haqda inşallah kelaki programda devam qilamiz. Bugunlik bu yerda to'xtatishga majbur bo'lyapmiz. İnşallah kelaqatim ko'rishgan qadar bütün qarindoshlarımızga Allah'ın salamını yollayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي